Ba'zi epizodlar shunchaki voqeani davom ettirmaydi, balki qahramonlarning ichini yorib tashlaydi, ko'ngilning eng yashirin joyida yotgan haqiqatni sudrab chiqaradi. Bu qism ham xuddi shunday bo'ldi. Eng dahshatlisi shundaki, bu yerda hech kim birdaniga yovuz bo'lib qolmadi, hech kim birdaniga poklanib ham ketmadi. Aksincha, har kim o'z gunohi, o'z alami, o'z kechikkan pushaymoni bilan yuzma-yuz keldi. Aynan shuning uchun ham bu qism tomoshabinni larzaga soldi, chunki undagi og'riq baland ovozda emas, yillar davomida yig'ilib qolgan sukut ichida gapirdi. Avvaliga oddiy ko'ringan suhbatlar aslida butun epizodning ruhini belgilab berdi. Pul, ishonch, xiyonat va kechikkan idrok bir joyga jam bo'ldi. Bir vaqtlar o'zini kuchli, boshqalarni esa boshqariladigan deb bilgan odam endi juda kech bo'lsa-da bitta dahshatli haqiqatni tushunyapti. Insonni yiqitadigan narsa dushman emas, u noto'g'ri odamga bergan ortiqcha ishonch bo'ladi. Bu qismda aynan shu fikr juda kuchli sezildi. Boylikka, obro'ga, buyruqqa suyanib yashagan odamlar endi xarob bo'layotgan ichki dunyosini yig'ishtira olmay qoldi. Eng kuchli detal ham shu bo'ldi. Tashqaridan qaraganda janjal bo'layotgandek, ammo ichkarida asl urush vijdon bilan ketyapti. Sahna ochilganda xona jimjit edi. Uyning ichida havoning o'zi og'ir edi. Go'yo devorlar yillar davomida eshitilgan baqiriqlar va yig'ilgan ko'z yoshlarni o'ziga singdirib olgandek. Boy o'sha kuni ertaroq uyga qaytdi, lekin uning qadamlari avvalgidek dadil emas edi. U sekin, taraddud bilan eshik oldiga keldi. Go'yo ichkarida uni nafaqat oilasi, balki o'z vijdonining o'zi kutib olgandek. Uning qo'li eshik tutqichiga yetganda qaltiradi. Bu uning odatdagi holat emas edi. U har doim eshikni kuch bilan ochar, xonaga kirish bilan hamma uning borligini sezib qolish kerak edi. Ammo bu kuni u xuddi notanish joyga kirgandek ehtiyotkor edi. Ichkarida Manzura deraza oldida turardi. U ortiga qaramadi. U allaqachon bu qadam tovushini tanidi. 35 yil davomida bu tovush uning yuragida qo'rquv uyg'otgan, tizzalarini siltatgan, ko'nglini siqib qo'ygan. Ammo bugun g'alati, uning yurak urishi avvalgidek tezlashmadi. U faqat derazadan tashqariga tikilardi. Ko'zlari uzoqda biror narsani ilgashga urinayotgandek. Orqasida eshik ochildi. Boy xonaga kirdi. U bir necha soniya hech narsa demadi. Bu sukut xonani to'ldirdi. Go'yo ular orasidagi barcha aytilmagan so'zlar hozir o'sha bo'shliqda suzib yurgandek. Manzura, dedi Boy ovozni iloji boricha yumshoq qilib, sen bilan gaplashishim kerak. Manzura sekin burildi. Uning yuzida na g'azab, na nafrat bor edi. Faqat chuqur, juda chuqur charchoq bor edi. Uning ko'zlari Boyning yuziga tikildi. Xuddi uning ichidagi barcha niqoblarni bir ko'rishda ko'rib bo'lgandek. Nima haqida? Dedi u ovozi xiralashgan holda. Yana qaysi da'vo, qaysi mulk yoki qaysi qaror haqida? Boy og'zini ochdi, lekin so'zlar chiqishga qiynaldi. Uning qo'li cho'ntagida g'ijimlangan qog'ozni ushlab turardi, lekin nima deyishni bilmasdi. Men xato qildim, dedi u nihoyat. Hamma narsada. Men seni tushunmadim, seni qadrlamadim. Kech bo'ldi, dedi Manzura. Uning ovozi qattiq emas, baland emas, lekin undagi qat'iyat tog'day edi. Bu so'zlarni men 35 yil kutdim. Har bir kechada, har bir bosimda, har bir kamsitishda. Men ertaga u kechirim so'rar, ertaga u o'zgarar deb kutdim. Ammo hech qachon kelmadi. Endi esa men kutishni bas qildim. Boy oldinga bir qadam tashladi, qo'lini cho'zdi. Manzura, iltimos, men o'zgaraman. Men hamma narsani tuzataman. Faqat menga imkoniyat ber. Manzura bosh chayqadi. Uning ko'zlarida bir tomchi yosh ham yo'q edi, chunki u barcha yoshini allaqachon to'kib bo'lgan edi. Sen o'zgarasizmi? 35 yil davomida o'zgarmading. Nega endi o'zgarasan? Chunki yolg'iz qoldingmi? Chunki men ketdimmi? Sen meni yo'qotganingda emas, sen o'zingni yo'qotganingda qadrini bilding va bu men uchun yetarli emas. Bu so'zlar xonada aks-sado bergandek bo'ldi. Boyning yelkalari tushib qoldi. U birinchi marta haqiqatdan ham kuchsizligini his qildi. U 35 yil davomida kuchli bo'lishga harakat qildi, ammo hozir mana shu ayolning bir necha so'zi uni butunlay yiqitdi. U o'rindiqqa cho'kdi, boshini qo'llari orasiga oldi. Men seni sevaman, dedi u pichirlab. Hech bo'lmasa buni bil. Sevgi deganing nimani anglatadi? Manzura unga qarab turib so'radi.
Sevgi kamsitish bo'lmasligi kerak. Sevgi qo'rqitish bo'lmasligi kerak. Agar bu sevgi bo'lsa, men hech qachon sevilganim yo'q. Shu payt xonaga onasi kirdi. U allaqachon eshik ortida turib hamma gaplarni eshitgan edi. Uning yuzida g'am va g'azab aralash ifoda bor edi. "To'g'ri aytdi qizim", dedi onasi boyga qarab. "Men bu yillarning hammasini ko'rdim. Qizimning qanday qisqarib, kichrayib, o'zidan qochib yurganini ko'rdim. Endi esa u o'zini topdi. Siz esa uni yo'qotdingiz. Bu sizning qo'lingizda edi, lekin siz qadrini bilmadingiz." Boy boshini ko'tarmadi. Uning yelkalari titrayotgandi. Bu lahza juda og'ir edi. Xona. Shu orada boshqa xonada Farhod va uning rafiqasi o'rtasidagi suhbat ham o'ziga xos taranglik bilan ketayotgan edi. Farhod hujjatlar oldida o'tirardi, qo'lida qalam, lekin yozolmay qo'ygan edi. Uning rafiqasi Zuhro uning yoniga kelib yelkasiga qo'lini qo'ydi. "Nima bo'ldi? Juda tarang ko'rinyapsan." Farhod chuqur nafas oldi. "Otam, u Manzuradan kechirim so'radi", dedi u. "Men buni hech qachon ko'rmaganman. U hech qachon hech kimdan kechirim so'ramagan. Bu juda g'alati." Zuhro uning yoniga o'tirdi. "Ammo bu yaxshi emasmi? U o'zgarmoqchi bo'lsa-chi?" "Yaxshi?" Farhod unga qaradi. "Yaxshi bo'lishi uchun 35 yil kech bo'ldi. Onam shuncha vaqt azob chekdi. Endi esa otam bir kun kelib kechirim so'radi-yu, hammasi yaxshi bo'lib qoladimi? Bu adolat emas. Sevgida adolat bo'lmaydi, Farhod", dedi Zuhro ohista. "Faqat kechirim bor yoki yo'q. Onangga kelsak, u o'zi qaror qilishi kerak. Biz esa faqat yonida bo'lishimiz mumkin." Farhod qalamni stolga qo'ydi. "Bilasanmi, men o'ylaymanki, bu oiladagi hamma narsa sinishi uchun yillar kerak bo'ldi, lekin tuzalishi uchun umr kerak. Ba'zi yaralar juda chuqur." Kechki paytda bola tug'ilgan kuniga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Uyning bir burchagida bolalar shovqini, kulgi, mayda hazillar eshitilardi. Lekin bu quvnoq fonning ortida kattalarning yuzlarida og'ir iz bor edi. Bolalar bu mayda tafsilotlarni payqamasdi, lekin har bir kattalar o'z ichidagi vaznni his qilardi. Tug'ilgan kun stoliga chiroyli sharlar qo'yildi, tort olib kelindi, shamlar yoqildi. Bola ko'zlarini yumib tilak tiladi. Uning yuzida beg'ubor tabassum bor edi, lekin onasi Manzura buni ko'rib, ko'ngli siqilib ketdi. U shu bolalik baxtini asrab qolishga va'da berdi o'ziga, hech qachon bu baxtni buzmaslikka. Tug'ilgan kun davom etar ekan, uyning boshqa bir burchagida yana bir dramatik lahza sodir bo'ldi. Boy hali ham ichkarida o'z xonasida yolg'iz o'tirardi. Uning qo'lida eski bir fotosurat bor edi. Ularning to'y kunidan olingan surat. Manzura yosh, quvnoq, ko'zlari porlab turibdi. Boy bu suratga tikilib, o'sha kuni qanday baxtli ekanliklarini esladi. Qanday qilib bu baxt parchalanib ketdi? Qanday qilib u bunday bo'lib qoldi? U suratni ko'ksiga bosdi, ko'zlaridan yosh oqdi. Birinchi marta u haqiqatdan ham yig'ladi. U hamma narsani yo'qotganini, endi esa juda kech ekanligini his qildi. "Nega men buncha ko'r bo'ldim?" deb pichirladi u o'ziga o'zi. "Nega men qadrini bilmay qoldim?" Uning yig'isi xonaning jimjitligida faqat devorlarga aks sado berdi. Hech kim eshitmadi, lekin bu yig'i uning qalbida katta portlashga sabab bo'ldi. Ikkinchi tomondan, shifoxona chizig'ida esa boshqa bir voqea sodir bo'layotgan edi. Nodira ishxonasida o'tirardi. Qo'lida yangi tayinlov xati bor edi. Bosh shifokor lavozimi unga nasib qilmagan edi. Bu lavozim uning umr bo'yi orzusi edi. U buning uchun yillar davomida mehnat qildi, tunlarni bedor o'tkazdi. Boshqa hech kim qilmagan fidoyilikni ko'rsatdi. Ammo hamma narsa bekorga ketdi. Uning o'rniga boshqa bir kishi, yoshroq va tajribasizroq kishi tayinlandi. Nodira xatni qo'liga olib ko'z yugurtirdi. So'ng sekin buklab stol chetiga qo'ydi. Uning yuzida hech qanday his tuyg'u aks etmadi. U jim qoldi. Xonaga hamkasbi kirdi. "Nodira, juda afsusdaman. Bu haqiqatdan ham adolatsizlik. Siz bunga loyiq edingiz." Nodira bosh chayqadi. "Adolat. Bu hayotda adolat degan narsa bormi?" Uning ovozi sovuq edi. "Men yillar davomida ishladim, kechalarni uxlamadim, oilamni ko'rmadim, dam olmadim va buning evaziga nima oldim? Hech narsa. Odamlar tug'ma imtiyozlari bilan men 10 yilda erishganimga 1 yilda erishadilar. Bu yerda adolatni kutmang." Hamkasbi yana nimadir demoqchi bo'ldi, lekin Nodira qo'li bilan to'xtatdi. "Ket iltimos. Men yolg'iz qolishim kerak."
Xonada yolg'iz qolgan Nodira derazaga qaradi. Tashqarida shahar yorug'liklari yonib-yonib o'chardi. Uning ko'zlarida na yosh, na g'azab bor edi. Faqat qattiq, toshdek qotgan qat'iyat bor edi. U nimadir rejalashtirayotgan edi. Uning ichida bir narsa uzilib qolgan edi va endi u faqat o'z yo'lini topish haqida o'ylardi. Bu jimlik juda xavfli jimlik edi. Chunki ba'zida odamlar baqirib emas, sukut bilan javob berishadi. U sekin stoldagi xatni oldi va uni yirtib tashladi. Yaxshi, dedi u o'ziga o'zi. Agar men bu yo'l bilan ololmasam, boshqa yo'l bilan olaman. Hech kim meni to'xtata olmaydi. Bu epizodning yana bir muhim chizig'i qamoqda sodir bo'ldi. Qahramonlardan biri Dilorom hali ham qamoqda edi. Uning yoniga advokat keldi. Advokat jiddiy ko'rinishda edi. Qo'lida papka, ichida hujjatlar bor edi. Dilorom unga qarab kulimsirab qo'ydi. Nima deysiz, advokat? Men tez orada ozod bo'lamanmi? Ishonchim komil. Yaqin kunlarda, dedi advokat. Men hamma hujjatlarni tayyorlab qo'ydim. Sud sizning foydangizga qaror chiqarishiga ishonaman. Diloromning ko'zlari yalt etdi. Yaxshi, juda yaxshi. Meni bu yerdan olib chiqing. Qolganini o'zim hal qilaman. Uning ovozida qasosning zaharli shirasi bor edi. U hamma narsani